Assalamu alaikum vatandaşlar. Müstakillik yolda izleniş programımızın 76. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz hükümetimizin Cumhur Reisi Dr. Mehmet Emin Efendimni vaziyet ve mülahize temimizin 11. sanıga teklif kıldık. Hoş geldiniz Mehmet Emin Efendim. Hoş bulduk. Rahmet. Biz bu teminin 11. sanıga kadem koyduk. Aldı bilen bugün Amerika Qurulluq Armiyası qurulganligining 250 yillıqı bu armiya 1775 yılı del mustamlika qarshi qurilgan. Bugungi kunda bu dunyodagi eng qudratli armiya bo'lib turibdi. Amerika armiyasining tug'ilgan kuniga muborak bo'lsin. Bugun yana Prezident Trumpning 79 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Prezident Trumpning tug'ilgan kuniga muborak bo'lgay. Shuning bilan birlikda dunyoga baloyi ofat bo'layotgan Xitoyni yer bilan yakson qiladigan shijoat, g'ayrat ve niyet iqbal ata qilgan iloy. Bugün yana Amerikaning bayroq kuni. Bizgimi o'z vatanimizda ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni javlon qilish nisb bo'lg'ay deb tilakdoshlik bildiramiz. Bugün Amerika poytaxti Washington DC'da, biz Uyg'urchada Washington deymiz. Harbiy parad o'tkazildi, ammo Amerikaning ko'p shaharlarida Trumpga qarshi podshoh emas temada namoyish o'tkazildi. Gerçi Amerika armiyasi bilan bir kunda tug'ilish Trumpning gunohi bo'lmasimi? Sen tazdigicha men deb olay degandek Xitoydek bir diktatorning astirtin qo'llashi bilan atalmış diktatorga qarshi namoyish o'tkazildi. Bu namoyishlarga Xitoyning qo'l tiqqanligi va Xitoyning Amerikani ichidan yig'ishtirish hili nayranglari to'g'riliq Cumhur Reisimiz Mehmet Emin Efendim X'da tafsili to'xtaldi. Agar erkin dunyoda erkin fikr qilish tefekkür qilish yavisinglar bo'lsa, toplardagi quruq so'zga lab atqanlarga ergashmay, Dr. Mehmet Emin Efendimga ergashib olsanglar, hargiz ziyon tortmaysizlar. Rahmat. E'lon qilib oldik. Endi biz asli hozirgi vaziyat to'g'riliq tayyorlikni qilgan, ammo yangidan ahvol ko'rilgan bu Isroiliya bilan Iran munosabati to'g'riliq gapni boshlab bergan bo'lsangiz, siz bu qitimliq Isroiliyaning Ironga qilgan hujumi ve bunun aldı kendiki işler qana qaraysiz. Rahmet. Birincisi Amerika'nın ichki qismida bo'layotgan ishlar yili kelayli. Hozir Isroiliya bilan Iran o'rtasida jiddiy ilib berilayotgan to'qinishga qisqacha nazarimizni solayli. Isroiliyaninki o'tgan qatimliq sizlar o'tkazgan bir suhbatimizda deb o'tgandek Büyükrek İsrailiya deydigan bir planı var. Bu Büyükrek İsrailiya degan bu planda odatda biz İsrailiyaninki o'zining hozirgi zaminini texdimmi kengaytib, İsrailiya o'ziga tava deb qaraydigan va hozirgi O'rta Sharqdagi bir qism musulmon ellarining zamini bo'lgan shu rayonlarga kengayish bir plani var. Bu planninki muhim bir qismi mushu ziminlar ega bo'lgan shu davlatlarninki ichki qismiga qarata qalamqonchiq chiqarish va ularni harbiy va diplomatiya va iqtisodiy jihatlardan jazolash xarakterlik harakatlarni ilib berish orqali Isroiliyaninki bu planni ishga oshirish ko'zlandi. Buningda 7 davlat tilga ilingan. Wesley Clarkninki ayni vaqtdagi 2007 yildagi bir suhbatida e'lon qilingan. Wesley Clark degan Amerikaniki yuqori darajadagi harbiy amaldori. Bu mushkulotninki borligini tunji qatim oshkor shaklda o'tirib qo'ygan. Bu planga biz jiqib kirib ketmaylik. Buning 7 islomiy davlatning ichidagi eng oxirgi jiqilmay kelgani Iron'di. Endi bu qatim Iron nishon qilinyapti. İran'ın nişan qilish bugungi gap emas. İran nişan qilish 1990 yildan tortib boshlangan. İran'ninki o'zida Isroiliyaninki milliy bexatarligiga bevosita tahdid bo'ladi deb qaralgan yadro qurollarini rivojlantiryotdi degan bir ideyani chiqish qilib İran nişan qilingan. Bu Amerikadagi nurg'unlagan neokonlar deb qo'yamiz, neokonservativlar deymiz. Bular izchil turda mana mush Ironga hujum qilishdan iborat mush planni qo'llab, Amerikaninki bu urushda Isroiliyani mutlaq qo'llashi va Isroiliyaninki bu planni ishga oshirishga yordam berishiga chaqiriq kelgan. Bularning ichida
nurg'unlagan yuqori darajalik Amerikaning yuqori darajalik siyosiy arboblari bor, iqtisodiy arboblari va harbiy arboblar qatorliqlar bor. Endi bugungi kelgan vaqtida Avstraliya o'zininki bu planni ishga oshirishdagi to'salg'ularninki hammani asosan yo'qotib bo'ldi. Hamas yo'qoldi, ya'ni Iron yordam berib kelayotgan Hamas yo'qoldi. Hezbollahning kuchi zo'r darajada ojizlashdi. Suriyada Ironninki Suriya chegarasi orqali yoki zamini orqali Ironga ta'did silish mumkinchiligi asosan yo'qotildi. Endi hozir İran'dan ibaret İran hem de özünki zeminiga qaytib, özünün zeminida İran'a qarshi turishni davomlashtirayotgan vaqtning o'zida hem de İran'ninki İsrailning nazaridagi eng chong harbiy xirsi bo'lgan yadro qurollarini va buning yadro qurollariga oid programmalar, asliyalar va xodimlarning hammani yo'qotishdan iborat bundaq bir shu chong planlashidagi kichik plan ishga oshirilyotdi. Hem de bu uruş başlandı 13. Çisla etdigende başlandı. Hazır bu uruş başlangandan keyin aldı bilen deyki iki çoğun seçilik, iki çoğun nus yüz berdi. Birincisi ameliyatda yekşembe günü, muş yekşembe günü Omman'da Trump'ninki hazırki hükümeti bilen İran hükümeti oturusda İran'ninki muşu yadro kuralları programısı ne qanday qilish haqidagi bir yig'in o'tkazilmoqchi edi. Ammo Isroiliya Trumpninki bu yig'inninki natijasini kutib o'tmay, uningdan 2 kun ilgari bu hujumni qo'zg'adi. Demak, Netanyahu Trumpninki bu qitimliq yig'inini butunlay oldi bilan buzib o'tdi. Bu o'yinni Isroiliya oldidan buzib o'tdi. Shuning bilan Trump garchi bu urushni mujmal shaklda qo'llayotgan bo'lsa-mu, hem Netanyahu hech kim diyemey ağzını tutup kaldı. Bu bir numusluq bir iş. İkinci numusluq iş bu qitimliq hücumda İsrailiya İran'ninki yuqori darajalik harbiy amaldorlarninki ko'pini qatl qildi. Intayin yuqori darajadagi to'g'rilik nisbati bor deb qaralgan operasyonda ularninki odamlarni qatl qildi. Hem bir qism yadro aslalarini vayron qildi. Texidimmi ekinişliki ve hayran qalarlıqı İran uzun vaqtlardan beri Tehran'ın etrafında özünün dronlarınınki bir bazısını kurgan. Yani İran hükümetinin burnunun aslında özününki dronlarınınki bazısını kurup bu qitim uruşda o dronlarını koyup berip İran'ınki yadro assalari ve başka harbiy assallarını vayron qilishni qo'llandi. Bundaq bir urushni biz yaqinda, yoki bu xil taktikani biz yaqinda Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urush, ya'ni Rossiyaninki ichki qismidagi harbiy aeroplanlarninki yuk mashinalarining ichiga o'rlashtirilgan dronlar orqali portlatilganligini, vayron qilinganligini ko'rdik. Ya'ni ba'zi tahlillarga asoslanganda Rossiyaninki 30% harbiy aeroplanlari vayron qilindi deyildi. Gerçi bunun Rusya qarshi turib hozir harbiy qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, lekin ikki xil taktikaninki intayin o'xshashligi odamni nihoyat hayron qoldirdi. Buni Isroil qildi, oldingisini Ukraina qildi. Bu yerda bir cho'ng bir maslashtirish harakati, maslashtirish qo'mondonlik bilan ilib berilmasa, bu ikki taktikaning ishlatilishi o kadar to'g'ri va o kadar o'xshashib ketgan shaklda yuz bermaydi deb qarashga bo'ladi. Endi so'zimizning markaziy kelayli. Endi bu qitimliq asosiy nuqta İsrailiyaninki İran qilgan hujumida hozir shiddatli davomlashyotdi. İranninki havodagi ustunligi asosan yo'q hozir. Bu yerda urushning xarakteri og'a vaqtda İran hujum qilgichi İsrailiya hujum qilgichi İran mudofaada turg'ichi o'rinda turibdi. Shuning bilan bir vaqtda İran cheklik darajada o'zininki jiroqdan boshqarilgan bombalar orqali İsrailiyaning ichki qismidagi masalan Tel Avivni, Hayfani va boshqa shaharlarni portlatib, qarqoyoq portlatishga boshladi. Shuning bilan bir vaqtda İran shundoq bir agalandirish chiqadiki, kimiki İsrailiyani qo'llaydi ekan, u bizning dushmanimiz deganni o'ttirib chiqadi. Endi bu yerdagi halqiliq nuqta Amerika bu urush qatnashamda yo'q. Eng halqiliq nuqta bu. Endi hozir Trumpninki hozirgi bu ish qaytilgan inkaslarda Trumpninki bu hujumdan to'liq xabar borligi ilgari surilyotdi. To'g'ri.
Onun ustiga İsrailiya Amerika bilan maslahatlashmay turib, gerçi Amerikaning planini, suhbat planini buzib etgan bo'lsa-mu, bu urushni olib borolmaydi. Chunki bu urushning oqibati intayin kengayib ketishi mumkin, ham qo'rqinchli tusni olishi mumkin. Nima uchun? Chunki da Rossiya bilan Xitoydan iborat Iran harbiy ittifoqdoshi bor. Uning ustiga Iran Shanxay hamkorlik tashkilotining muhim a'zolarining birisi. Bu vaqtda Shanxay hamkorlik tashkiloti bu ishga inkas qaytarishga majburlandi. Agar shunda bo'lgan vaqtida agar qachoniki yoki Rossiyaning, Xitoyning yoki har ikkilisininki İran'a beradigan harbiy yoki boshqa jihatdagi logistik va boshqa jihatdagi yordamlari oshkorlangan bo'lsa, bu vaqtda Amerikaninki bu urushga qatnashmay amali yo'q. Agar gerçi bugun Amerika bu ish qatnashmaymiz degandek ifoda bildirgan bo'lsa-mu, ammo urushning taraqqiyoti bu ifodani har vaqt o'zgartirishga majburlaydi. Agar Amerika jim turib qolsa, İsrailya eg'ir zarbaga uchrayib qolsa, bu vaqtda Amerika turli shakllarda yoki Amerikaning ishida bir cho'ng bir voqea yuz berdi, yoki Amerikaning chet eldagi ma'lum bir asosiy muassasasi elchixonasining ishida eg'ir zarbaga uchraydi. Qatorliqlar bo'lgan vaqtda xuddi Ikkinchi dunyo urushidagi Pearl Harbor urushida Yaponiyaning hujumidan keyin arsalıq turayotgan Amerika Ikkinchi dunyo urushi qatnashishga majburlangandek bu qitimda shunda bir Pearl Harbor harakatidan keyin Amerika bu urushga qatnashadi. Bu urush qatnashgan vaqtida bu urushningki nimasi kengaydi. Ko'lami kengaydi. Uning ustiga xabarimiz bor, Amerikaninki Iranni qorshab turgan rayonlarda va davlatlarda nurg'ulg'an harbiy bazalar bor. Agar Iran xuddi o'zi degandek Amerikaning harbiy bazalarining qaysiga yoki bir qismiga yoki hammasiga hujum qo'zg'aydi ekan, bunda ehtimollik bak tuban, chunki Iranning unda iqtidori yo'q. Agar shunday qilib bo'lsa-mu, bir ikkisiga hujum qilib qolsa, bu vaqtda Amerikaninki bu urushga qatnashishi yanilla muqarrarlashadi. Bu vaqtda İran eg'ir zarbaga uchraydi. Hattoki Ironda ehtimol hukumat almishi, ya'ni rejim o'zgarishi deymiz-ku, rejim o'zgarish bo'lishi mumkin. Uning ustiga Ironliklarningki ishidimi hozirgi hukumatga bo'lgan hozirgi hukumatningki o'rni va ularni qo'llashda noyat murakkab omillarga cho'ng jihatga elib o'tgan vaqtida hamma odam Ironning hozirgi hukumatini qo'llab ketmaydi. Uning ustiga İranlıklarning ichida hozirgi hukumatga qarshi bo'lgan kuchlar to'planib, hatto Ironning ichki qismidami ichki tashqi yordamlar sababli qalayimqonchilik, hatto qo'zg'olon yoki harbiy o'zgarish bo'lishi mumkin. Buni chetga qilishga bo'lmaydi. Iron uzun yillardan beri o'zining ichiga nisbatan intan qattiq qo'lliq siyosat yurgizganligi va o'zininki diniy saqchilari va istixborot organlari orqali xalqni bostirganlik sababli xalqninki Iron hukumatiga bo'lgan qarshiligi zo'r. Shuning bilan bir vaqtda xalqning yana bir qismi Ironning hukumatiningki bu urushdagi barliq harakatlarga jon fidolik bilan qatnashishi mumkin. Bunda omillar va bu to'plamlarmi bor Ironning ichida. Shunga intan bir murakkab ahvol, ammo Iron eg'ir zarbaga uchraydi. Bu qatim Iron hattoki Rossiya bilan Xitoy o'tirisidagi Xitoy ikkilisi Ironga yordam bergan taqdirdami, agar Amerika aralashib qolsa, bu vaqtda Ironning mavjudligi eg'ir xirisga uchraydi. Hamda biz uchun, hamda biz Sharq Turkistonliklar nisbatan elib o'tgan vaqtida Xitoyningki bu urushga bevosita yoki vositali shaklda qatnashish mumkinchiligi bir qadar zo'r bo'lishi mumkin. Iron kelgusida xuddi Ukrainaga o'xshash bir proxy, ya'ni vakolatan bir urushninki sahnasi bo'lishi mumkin. Bu yerda boshqa cho'ng kishilar, masalan, Xitoy va Rossiya bir taraf, Iron bir tarafda, Amerika, Avstraliya va hattoki NATO qatorliqlar bir tarafda turib, bu yerda bir cho'ng bir rayon xarakterlik bir urush bo'lishi mumkin. Buni ehtimolliqini cho'ng bo'ldi. Albatta bu hozir bo'layotgan urushninki taraqqiyotiga bog'liq. Ko'ryapmizki, bu yerda cho'ng bir diplomatiya tirishchanligi bo'lmayotdi. Diplomatiya tirishchanligi allburun yo'qoldi yoki hujumdan keyin u mumkinchilikka aylanmadi. Netanyahuning nazari diplomatiya emas. Netanyahuning maqsadi Ironga hujum qilish orqali Amerikani bu urushga so'rab kirish. Shu orqali o'zining raqibi, ya'ni o'zining ashaddiy raqibi bo'lgan Ironninki o'zi keltirayotgan tahdidini uzil-kesil yo'qotish. Ironning tahdid yo'qolgan vaqtida O'rta Sharqda Isroiliya mutlaq bir harbiy va siyosiy kuch sifatida qad ko'tardi.
Yili ham shunda bo'lyotdi. Buningdan keyin bu texnikani cho'ng bir yuzlashga aylanib, İran o'zininki buyukroq İran planini ishga oshirib qolmay, balki O'rta Sharqning butkul vaziyatini boshquradigan, hatto kontrol qiladigan, sal qarashga bo'lmaydigan bir rayonlik kuch bo'lishi mumkin. Buningga na Saudiya Arabiston, na Turkiya qarshi tura olmaydi. İran Türkiye vaqtida O'rta Sharqninki hozirgi kuch tangpongliqda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lib, İran ustunligi chiqadi. Bu xil ehtimollik intayin cho'ng bir nimaga ega. Ani gapimni yig'sam, bizga nisbatan Xitoyning bu urushga qatnashishi va bu urushda ma'lum bir rollarni o'ynashi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni eg'irjiriklashtirdi. Agar Amerika hozirning o'zida Xitoy bo'lgan siyosatda arsaldilik, yumshoq qo'lliq yoki bir xil kuchli siyosiy irodaning kamchiligini ifodalayotgan bo'lsa, bu urush avjiga chiqqan vaqtida bu urush İran ve O'rta Sharqninki chegarasi to'xtab qolmay, balki Amerikaninki kelgusidagi Xitoyga, Rossiyaga va boshqa bularni qo'llayotgan, bularning ittifoqlashishga qaratgan tashqi siyosiy qarta burilish xarakterlik o'zgartishlarni akilish kerak. Mening tushunishimda, shunda bo'lgan vaqtida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabat jiddiy buzilishi mumkin. Ammo yana bir jihatda ilib o'tgan vaqtda biz shunimi intayin sezgirlik bilan kuzatishimiz kerakki, İran, Xitoy va Rossiya o'rtasidagi harbiy birlikmi intayin ching edi. Rossiya bunun cho'ng rolni o'ynayolmasligi mumkin, chunki uning bir puti Ukrainada patqoq petiqliq. Ammo Xitoy buningda albatta Xitoymi oldira tavakkul qilmaydi. Xitoymi hisobotni qilib bo'lgandan keyin bu urushga kirdi, lekin bu urushga kirganlikka aniqlik qilib qolsa, Xitoyning tortadigan ziyoni intayin zo'r bo'ladi. So'zim tugadi. Rahmat. Endi undaq chiqarsak, agar Xitoyga yaqin tursa, ziyon tortadi degan bir natijani ko'rdik amaliyotda. Bu İranmi Xitoy bilan o'zining yaqinchiligini ifodalab kelgan necha vaqtdan, hatto o'ziniki raketa yasaydigan, harbiy atom qurol yasaydigan masalatni Xitoydan setib olgan bir nimasi bor bularninki. Bir uchur tarqalgan Xitoydan shuni atom qurolini yasaydiganga tayyorlik qilib setib olganlik uchun buni bir İsrailiya buni bir isbot ko'rsatdi. Bular mana atom qurolini yasamoqchi oldimizda deb shuni isbot sifatida atomni yasaytdi deb turib qildi bu urushni. Bu sabab shu bo'ldi. Undan keyin Trumpning deganda 60 kun vaqt berdi. Sizlar bilan bir kelishayli desak, sizlar unutdinglar. Mana bu ish 61-kuni bo'ldi. Endi 61-kuni bo'lganchada mushunchalik bo'ldi. Yana bizningki bir kelib kelishim tuzish ehtimolligimiz bor. Agar buningga unumasanglar, buningdan keyin ko'radigan kuninglar hozirqidan nechasi yomon bo'ladi degan bir gapni qildi. Amaliyotda Trump bu qatim İsrailiyaniki qildigan ishini biladi. Amerika Isroilga asosan o'zaro bilishib qilgan degan qarash o'tirdi. Undaq ekan, demak Amerika Isroilga ittifoqligi buzilmaydigan ittifoqlik. Ham Amerika Isroilning ichida turib, İsrailiyada bizning nurg'un odamlarimiz bor. Isroilga etilgan o'qni biz o'zimizning odamni qo'g'daymiz deb ularning raketalarini urib tushirish nimasiga qatnashib bo'ldi, operatsiyasiga. Undan keyin o'zining farqitlarini shu harbiy harakatga qatnashishga buyurdi. Demak, bu Amerika Isroiliya bu tarafga o'tib bo'ldi. Xuddi siz degandek, endi qolganlar chiqamdi chiqmamdi deganga meni ozroq nima bu Xitoy o'ziningki birga tug'an odamining 5 kun kelgan chaqda ko'pincha vaqtlarda tashlab tutmangdi. Suriya bo'ldi. Suriyadagini ko'rdik. Rossiyachilikni qilmadi Xitoy. Endi meningcha bu Ironga kelganda Xitoy yana 5-chi tiqib oldi. Endi bizning umidimiz nochi bo'lsa o'tirib chiqib qoqqan bo'lsa, Xitoy o'tirib tortilgan bo'lsa, biz endi ko'rsak bo'ldi, bizga foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Xayr. Endi Aqsaray bilan Harvard universiteti o'tirsidagi ziddiyat nima vajidan? Harvardning o'qish bitirish marosimida nutq so'zlash navbatini Xitoy o'quvchiga berishi nimani bildirdi? Bu bir oddiy fikr ixtilofimi? Mush to'g'risida bu bir uzun siz ekstichiq narsalarni chiqardingiz. Bu vaqtda men bir maqolami yozdim. Harvardninki Xitoy Kommunistik partiyasi bilan bo'lgan cho'nqur bog'lanishi. Bu bog'lanish ayni vaqtda Nixonninki Amerika prezident Nixonninki bosh maslahatchisi bo'lgan Henry Kissingerninki 1971-yilda deyman Xitoyga bo'lgan ziyarati, maxfiy ziyarati Joe bilan ko'rishish orqali
bu yerda ikki cho'ng kelishim tuzdi. Birisi Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy Xalq Jumhuriyatiga vakillik qiladigan bo'ldi. U vaqtda Tayvan bor, Tayvan chiqarib etildi. İkincisi şu degan vaqtda Xitoyga nisbatan cho'ng bir iqtisodiy yordam berib, Xitoyninki hozirgidek iqtisodiy jihatda qad ko'tarishida intayin muhim o'rin o'ynaydi bu qatimliq nima suhbat. Shuningdan keyin urushib kelgan boshqa voqealarni bilamiz. Endi bu yerda men qisqartirib o'tadigan ikki nuqta bor. Birisi 1980-yillarda Dunyo bankisi shu qatimliq yig'indinki ro'yiga asosan Xitoyga zo'r miqdorda qarz pul berishga boshlaydi. İkincisi Amerika'nınki çoğun şirketleri, çoğun yasımçılık şirketlerinin köpüncüsü Xitay içine girip durup özlerinin zavodlarını kurdu. İlgiliklik aynı vakitte hemkarlık şirketleri, zavodları ve korporasyonlarını kurduğu vakitte Xitay köpüncüsü Taşkent tarafını yoki yana bir tarafni Amerikaning shirkatlariga besim ishlatib, ularning texnikani o'ziga o'tinib berishga qistagan. Buningga Amerika qin qilmagan. Endi buningga yana bir cho'ng bir oq ko'rinish bersam, biz 1975-yili Peruning poytaxti Limada Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki sanoat taraqqiyoti va hamkorlik temasidagi bir ahdnoma imzolangan. Bu tarixiy xarakterli bir ahdnoma. Endi dunyodagi siyosiylar endi bu ahdnomani esiga olyapti. Bu ahdnomada asosiy ideya nima degan vaqtida buningdan keyin sanoat taraqqiy qilgan cho'ng davlatlar, ya'ni Shimoliy Amerikadagi va Yevropadagi cho'ng davlatlar asta sanoatsizlashtirilib, sanoatning ko'p qismi 3-dunyo ellariga yetkazildi deyilgan. Endi Kissinger'ninki Xitoyga ziyorati bilan uning oqisida 75-yili Limadagi bu ahdnomaning o'tirishda cho'nqur bog'lanish bor. Ya'ni bu bog'lanish qanday degan vaqtda Xitoy oldin tanlangan iqtisodiy jihatda G'arbning iqtisodininki nima sanoatininki, sanoat bilimlari, texnikalari va odamlarninki ko'pinchisi Xitoyga oqidi, Xitoy bosh ko'tarildi, G'arbdagi sanoat asta o'ltirildi deyilgan. Sizlar Detroit qarab bakinglar, Amerikadagi boshqa cho'ng sanoat markazlari qarab bakinglar. Amerikaga texnik yaxshiroq, Avstraliyaninki hozirgi sanoatlishi nolga tushyapti hozir. Avustraliyada asosan sanoat yo'q. Ko'pincha odam buning sababini bilmaydi. Demak, mushu o'rinlarda, mushu harakatlarning bo'lishda Harvard ochqishlik rol o'ynagan. Harvard uning ustiga Amerikaninki tashqi siyosatni belgilaydigan tashqi munosabatlar Council on Foreign Relations degan bir tashkilot bor. Bu ochqishlik tashkilot Amerikadagi tashqi ishlarning minisi deyishga bo'ladi. Bu sizlarninki State Department'ni, tashqi ishlar ministerligini asosan boshqardi. Ham uning odamlarini qo'ydi. Amerikadagi cho'ng yerdagi tashqi ishlar muroslik odamning hammasi mushlarning buyruqsiz ish qilinmaydi. Ana mushning nurg'un odamlari Harvarddan kelgan. Eng yaqinqisi Jack Sullivan. Mushim Harvardning odami. Anadan dunyo iqtisod munbirininki ilgariki hozirgi u almashtirildi-ku 30 necha yil, hatta 40 yilga yaqin Dünya iqtisod munbirini boshqarib kelgan Klaus Schwab deganmi, dal mana shu Harvarddan kelib chiqqan. Demak, Harvard noqoladagi bir universitet emas. Bu dunyoning siyosatini belgilashdagi bir cho'ng mingining ichidagi bir markaziy minga shaklda olib kelgan. Hamda Harvardninki yaqinqi bir sesiqnoma pur ketgan bir ish o'tirg'i chiqdi. Uning boshqa ishlari masalan u yerdagi ko'chirmakashlik, ularning tadqiqotdagi nacharlik, ularning numerini tushirish, haqiqiy ilg'or va aqlliq bolalar emas, balki terisi qarab turib qabul qilish qatorliq akademik saviyani tushiradigan qilmishlardan sirt, ular Xitoyninki amaldorlarini sistemalik tarbiyalab bergan. Oxirida bu Xitoyning yana bir partiya maktabi degan nomni olgan. Endi Harvarddan iborat G'arbning akademiyasiga eng tajidor bir universitetninki Xitoy bilan birlashib Xitoyning kadrlarini tarbiyalab berishi. Agar Xitoyning kasbiy xodimlarini tarbiyalab bersa, kimning dedi? Xitoyninki eng yadrolik kadrlarini tarbiyalab berayotgan bir universitet aylanib qilishi odamni cho'chitdi. Biz buningdan buni noqulada Xitoylik qilib bo'lmaydi buni.
bu yerda Amerikaning ichki qismidami hali Xitoyninki yuqori ko'tarilib Amerikani besishni qo'llayotgan bir qor kuch buningga yordam bermasa, Xitoy bu qadar petinib Amerikaninki eng sarxil universitetining ichiga kirib turib, o'zininki degan yerigidagi odamlarni tarbiyalab kuzanmaydi. İçki tashqi jihatdan moslashgan bir o'yin bor bu yerda. Ya'ni Amerikaninki menisi bo'lishga tegishli bo'lgan bir universitet Amerikaninki dushmani bo'lgan Xitoyninki sarxil odamlarni tarbiyalab beradigan manda bir nomusliq bir holatga tushib kelayotgan gap. Endi buni bilmam desa nurg'un odamlar bilibdi. Endi nimishki bu Trumpning vaqtida o'tirib chiqib qoldi degan vaqtda yaqinda Falastinni qo'llaydigan o'quvchilar harakati Harvardda avjab ketib, buni to'sab qololmay Ahirsi buni hozir qonun orqali Isroiliyani ayblaydigan har qanday shakldagi so'z, harakat, namoyish boshqalarga cheklab qo'yilyapti-ku hozir sizlarningki asos qonunga xilof oldi. Mushning hammasi o'ttirg'i chiqqandan keyin Xitoy bo'lgan munosabatiningki mezi tushilyapti. Bu yana bir jihat elib o'tgan vaqtda ham kulkulik ham echinarli bir gap. Amaliyotda Xitoyningki singib kirishi u yerdagi Falastinni qo'llaydigan namoyishlarga qo'rqinchli. Neçəs qo'rqinchli. U deyilmay, faqat İsrailiyaning qarshilik chiqayotgandan keyinla Amerikaliklar tushunishni bilmay, uni ayblash uchun azroq bir destek almoqchilar Xitoyning bog'liqini o'tirib qo'yib, xalqningki o'chmanligini qo'zg'amoqchi bo'lyapti. Bir tarafdan bu bir xil mehnat bir o'yan bu. Asli Harvard bilan Xitoy o'tirishga cho'nqur bog'lanish, mayli ilm-fan almashtirish jihatdan, o'quvchi almashtirish jihatdan, fan texnika nelik almashtirish jihatdagi hamkorlik programmalari jihatdan bo'lsin, ham ularningki Xitoy Kommunistik partiyasiga yordam berish hammasi bir qo'lliq tashkillash kerakdi. Ammo hozircha bunda bir sado yo'q. Demak, gapimni yig'ib kelsam, Harvard Amerikaninki tashqi siyosatini va Amerikadagi sarxil siyosiylarning, iqtisodshunaslarningki va mutafakkirlarningki chiqadigan yeri bo'lish sifati bilan Xitoy bilan cho'nqur munosabat qurdi. Hamda Harvardning o'zi yolg'iz emas. Necha o'nlagan Harvardlar Xitoy bilan necha o'nlagan yillardan beri cho'nqur hamkorlik o'rnatib keladi. Masalan, Stanford bor, Columbia Universiteti bor, New York Universiteti bor, yana boshqa universitetlar bor. Hatta bularning ba'zilari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida bevosita yordam bergan. Ya'ni bizningki Uyg'urlarningki DNA'simizninki tartibini tuzib berishda bularningki qarqollari bor. Bular texi aniqlanib to'liq ba'zida New York Times, ya'ni New York vaqtigizda ba'zilarini o'tirg'i qo'ydi. Ammo bu faqat suvning ichidagi muzningki faqat ko'ringan qismi. Ko'rinmagan qismi g'oyat zo'r satchiliklar, mehnatchiliklar va bu yerda rezilliklar bor. Xitoy Amerikaning texnikasiz bizning DNA'mizni va boshqa bizga oid va o'zining ishtirokiga oid nurg'unlagan texnikalarni o'tirg'i qo'yolmaydi. Bularning hammasi deyammisanmi, ko'p qismi Amerikaninki sarxil universitetlarininki yordam orqali vujudga chiqdi. Hamda shu vujud chiqdi nima bo'ldi degan vaqtida Xitoy Amerikaga nisbatan mavjudlik bir nimasi tahdid shakllantiryapti. Mush universitetlarning professorlari va mush universitetning boshqaruvchilari hammasiningki ikki qo'li qon bilan bo'yalgan. Bizning qanimiz bilan la emas, balki o'zining vatanini setishlanmi bo'lgangan bo'ladi. Bu qadar cho'nqur va qo'rqinchli bir hamkorlik. Hamda Amerikaninki Trumpninki men bu universitetlar qarta qanday bir tadbirlarni qo'llanganligini bilmayman, ammo echinishliqi qasgini Trump 500 ming Xitoy o'quvchining keldiganligini va uni qarshi olganligini dedi. Bu yaxshi bir alomat emas. Xitoyninki bilimiz böyle keskin qilib aytgan vaqtda Xitoy o'zininki pasportini ko'tarib turayotgan har qanday bir odamni, mayli u o'quvchi bo'lsin, mayli u bilim oshiruvchi bo'lsin, mayli u savdogar bo'lsin, o'zininki josusiga aylantira oladi. Har qandayini. Xitoyning qo'lidagi ko'zir cheksiz. Amerika buni bilish kerak. 500 ming o'quvchini ekkeldi degan gap shu maktablardagi ochqushliq ilm-fan tadqiqotlarininki agar mushlar qaysi qatnashir ekan, hammasi Xitoyning qo'liga ketadi degan gap. Har qanday 100% ko'zam jumib deydi.
o'zininki necha milliard dollar xarjlagan universitetlardagi tadqiqotning natijasiga Xitoy ozli puli bilan erishyotidi. Tarixdan beri shunday bo'lgan, buningki kim shunday bo'ladi. Demak, bu yerda biz oxir shunday demay turolmaymizki, Amerika o'zining vayron bo'lishini, Xitoyning o'zini vayron qilishini xohlayotgandek ko'rinyotidi. Men bu yerda buning qarta bir keskin bir tadbir ilayotgan ya na prezidentni, na CIA'ning adamini, na FBI'ning direktorini ko'rmadim. Hammasi biladi. Hayron qolgan bo'lib oladi. Og'iz ichib, "Voy, shunday olibdimi? Aqaqadan Xitoy jasur tutilyotidi." Hattoki eng yengisi Xitoyga yeziklikni vayron qildigan bir xil nimani zamburug'da ekkirgan qish tutilyotidi. Xitoy bir sekund nima qilib qolmadi, to'xtab qolmadi. Bizda bir gap bor Uyg'urlarda. Su uxlaydi, dushman uxlamaydi deb. Amerika hozir talon-taroj qilingan, hujum uchrayotgan, ichidan egallangan bir davlatga aylanadi. Amerika erkin davlat emas. Rahmat. Bu xabar to'g'riliqni aytib inchiklab berdingiz. Shuningga ulashtirib, Amerika Trumpningki 500 ming Xitoy o'quvchilarga yo'l qo'yish degan gapining chiqqanligi amaliyotda bu qatimliq savdodagi bizdan chiqadigan oz uchraydigan to'pa, ya'ni siyrak to'pa deb ataydi ekan buni. Shu savdo kelishimda Xitoyning ko'ziriga aylangan shuni kelish uchun mayaqdan o'quvchiga yo'l qo'yadigan, ayaqdan oz uchraydigan to'pini oladigan. Shuning uchun o'zininki prinsipidan o'zi yenib, oldida Xitoyda o'quvchi kelsa bo'lmaydi, bu bizga ish birlik qildi bu deb Trump o'zi chiqib degan. Oqidan chiqib, men nəhayət xuşallik bilan 500 ming o'quvchining kelishini qarshi olaman degan gapni qildi. Endi Xitoy o'quvchilarining Amerika o'qish cheklamasini bekor qilishi sizningcha bu to'g'ri qilganmi Amerikani? Hamda hozir bu misha qisilib qoldi endi. Masalan, u to'pni olmasa bo'lmaydi. Endi qisilib qoldi, to'g'ri. Siyrak to'pa yoki rare earth materials deymizda inglizcha. Qis to'pa desak bo'ladi, siyrak to'pa desak bo'ladi, qis to'pa desak bo'ladi. Bu qis to'pa degan amaliyotda yetarlik narsa yer shariga nisbatan, tarqalishga nisbatan, ammo bizning vatanimizda bu bizningki bir xil baxtsizligimiz bo'ladi. Shu yerdan tepildi. Endi buningki ishlab chiqarib xalqaro bozorga selinayotgandan keyin 3dan 2, ya'ni 70%ni Xitoy kontrol qiladi. Bu to'plar nimaga ishlatildi degan vaqtda biz ishlatayotgan elektronlik buyumlarning hammasiga ishlatildi. Toki sunniy amradan tortib, toki bizningki o'pkimizni rasmga oldigan rentgen nuri deymiz-ku, rentgenning plastinkasi bor-ku. Shuning ishlatildi. Telefonimizga ishlatildi, harbiy qurollarga ishlatildi, televizorga ishlatildi, hamma narsaga ishlatildi. Nima degan vaqtda buningki magnetlik xarakteriga ega bir to'plar bo'lar hamda. Kam uchraydi deymiz. Uning ustiga bu to'pini cheklamak, ya'ni buni shu tarqalgan yerda ammoqqa yamanjiq ish ketadi ekan buningga. Ham pul ketadi ekan, ham buningga ish ketadi ekan. Hamda bu nuqtada elib o'tgan vaqtda Xitoyningki buningki bizning vatanimizda chiqib qolgan bu siyrak to'plarni hozir o'zininki diplomatiyasiga ko'zir sifatida foydalanyapti. Amerika bu to'pini chekkalaydigan shu zavodlarda ishlatayotganlarningki ko'pining Uyg'urlar ekanligi va bularningki qul emgak selinayotganligini bildi-yu, ovozini chiqarolmadi. Nimishqa a to'piga tashna bichara. A to'psiz uningki zavodlari, uningki boshqa nimalar mangmaydi. Hatto harbiy texnikasi kelgisi mangmaydi. Endi bunda qarasak, Xitoyningki Amerikaning gelini qisishi davomlashaverdi. Chunki bu to'pini Amerika o'zi ishlab chiqarmagandan keyin 70%lik monopollikni buzolmagandan keyin bag'ansir Xitoyga yo'l qo'yishga majbur bo'ladi. Chunki ehtiyoj bor ayada. Chanqoqlik bor ayada. Hem Amerikaning beshida usul o'ynaydigan corporationlar bor. Cho'ng-cho'ng masalan Apple bor deymiz yoki Alma shirkati deymiz va boshqa nurg'ulg'an ishlatadigan shirkatlar bor. Bular Amerikaning beshini o'choq etadi. Shuning bilan birga yo'l qo'ydikmi? Hayatı neymiş ki yol koymayız. Çünkü yani bizden çıkmaydı bu topa. Hayatım yol koyuşumuz gerek. Öğünçü yani yol koyuşumuz gerek. Neymiş ki yani çıkaramayız. Hatta bu nispetini biz 70'ten 50'lik düşürelgen takdirdi mi Xitay yanılı bu bazarını kontrol kıldı. Bu bazarını kontrol kıldığı degen gap bu topu arkalık işletildiğin barlık sanaat sahasını paylaşarak çürüteledi Xitaylar. Gel güzde. Eğer şunda kılmen dese. Eğer bunda bulap kapkalsa G'arbning yo'l qo'yishi davomlashaverdi.
G'arbning yo'l qo'yish davomlashaversa, Xitoyning olg'a ilgilishi davomlashaverdi degan gap. Meningki Trump hukumatidan eng umidsizlangan bir yeri mushundaq ishlarda hozir chekitni qo'ymasang, bu chekitni kelgusida qo'ya olmaysan. Aniq bo'ldi hozir. Sözünüzü qaytaraman. Mana mushu to'pini vosita qilib turib, kozir qilib turib, Xitoy Trumpni nech qadam oqsiq chekindirib, o'zining gapini yanadigan, tilini chaynaydigan qilib etdi. Nechirat oqilib ketdi Trump. Xitoy cho'zi kulyotdi Trump hozir. Amaliyotda hozir aslidagi Trumpninki planida tamojni beji orqali Xitoyninki Amerika bozorlarini barliq degidek mallarını çöp tökme qilib setishning oldini elib, o'zining sanoat asosini qurib, Xitoyga tayinib qilishni oxirlashtirmoqchi edi. Buningdagi eng cho'ng halqa mana bu serak to'plar amaliyotda. Endi agar Trump jiddiy holda bu serak to'pini ishlab chiqaradigan bir sanoat asosini quramasa, Xitoyga Amerika emas, butun g'arb emas, butun dunyo texidimi tayindi. Xitoyning xo'riki texidimi o'sidi. Bugun chekitni qo'yamaganlar kelgusida Xitoy tarafidan oxirgi undash belgisiga uchraydi eng oxirisida. Oxirlashgan bo'ladi. Shunga hozirgi ahvoldan mening toza ko'nglim xush emas. Bu qitimliq yo'l qo'yash strategik bir meningcha xatolik deyishga bo'ladi. Bu Xitoyga yo'l qo'yishning o'zi Xitoyni net rad oldiga siljitib Amerikaningki nemisini butunlay oqsiq chekinib, o'zini qo'g'dashdan iborat intayin bir ichinish o'ringa tushirib qo'yish mumkinchilik bor. Rahmat. Xitoylar amaliyotda yer shari xarakterlik ta'minlash zanjirini kontrol qilib olganlik uchun bo'libmi shu siyrak to'piga, qis to'piga kelganda Amerikaning haqiqatan gelinisi qoldi. Amerika ya oldiga ya keyiniga mangolmay qolgani uchun o'zining prinsipidan o'zi yenishga majbur bo'ldi. Ammo yangi egallagan xabardan qaraganda bu siyrak to'piniki ahvolga qarab turib Amerika jiddiy holda davlat mudofaa ishlab chiqarish jiddiy holatini e'lon qilish orqali Amerikaning o'zida ishlaydiganlar bor ekan, bu muhitningki ta'siri, bu bir qator qurilish bo'lgandan keyin buningga nurg'un ish ketirgan, ammo chiqqan to'pi bilan ketgan sarfiyatni o'ylashsa ziyon ko'p chiqar ekan. Buni bozor bo'yicha emas, davlatningki bexatarligi degan nuqtadan chiqish qilib turib, mush shaklda ishlab chiqarishni o'ylash yetibdi. Mush shaklda ishlab chiqasimi, ziyon tasimi o'zi ishlab chiqarsa, amaliyotda Xitoyning alaydi. Mishta bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Xudoyim shunday bo'lib qoladi deb o'ylaymiz endi. Yaqinda hamda Amerikaningki siyosiy aktivist, bu Republikan ayol bu Laura Loomer Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerini islomiy diniy oshqinlikdan bo'lgan deb Xitoyning qilmishini aqlagan. Sizce Xitoyning bizni diniy oshqinlikda qaralash yilisi g'alaba qilgan bo'ladimi? Laura Loomer to'g'risida bizningki hukumatimizning tashqi ishlar ministrligi nihoyatda dal joyda va kuchlik bir raddiya berdi. Yani shuni qistirib qo'yay. Mushundaq ishlar bo'lib olsa, ko'rarmanlarni esizib qo'yay. Faqat Sharq Turkiston surgunda hukumatlar biz inkos qaytaramiz. Bu emas, nurg'un ishlarga faqat biz inkos qaytaryapmiz. Gerçi bizning xalqimiz bizni nazarga ilmay, hech qimmatli deya qilayotgan tayin yo'q desimi, biz har vaqt siyosiy sezgirligimizni yo'qotmay, o'zimizningki, davlatimizningki manfaatini chiqish qilib turib, mana mushu xarakterdagi ig'vogarchiliklarga dal joyida Sharq Turkiston xalqiningki g'ururini, manfaatini chiqish qilib turib javob berib kelyapmiz. Esingizda bo'lsin. Ko'mak salamaysizlar buni. Bunu deb qo'ya oldi bilan. Ikkinchisi Laura Loomer intayin bir mujmal xatarlik va kuchli bir ayol. Buningki Amerikadagi bu Cumhuriyetçiler Partiyasining ichidagi roli intayin kuchli. Bu ayolning ig'vogarchiligi unda ig'vogarchilik bo'lmaydi. Yoki bir odatdagi bir Amerikalik bir soltekning deb qo'ygan gap emas, ma'noda deydigan gap. Chunki bu Trump nechqitim maqtagan hem Trump'ninki en ichki çemberikining ichidagi huquqdorlar bilan va mansab ahli bilan bo'lgan munosabati intayin qo'yiq. Hatta buningki Trump bilan bevosita munosabatim bor. Demak, bundaq gapni qilgan vaqtida Trump'ninki ichki qismidagilarningki
uningga sal qaraya olishi mumkin emas. Hamda bu ayolninki cho'ng jihatdan elib aytgan vaqtida u gipi moyatda biz uchun nurg'ulg'an salbiy ahvollarni olib keladi. Yani o Xitoyninki niniga asal surkab bergan bo'lib, bizni qilishninki moyatda Xitoyninki islomiy terrorchilikninki xavfini oldin ilib va uni tupiltizdan quritganligidek mandaq bir burmilishga olib boradigan gap. Bunga biz javob bermagan bo'lsak, hamda bu xil shaklda kallasida o'ylayotgan boshqa siyosiylar bo'lishi mumkin. Kelgusida buni chiqmaydi degilim bo'lmaydi. Shuning uchun bunda bir gapga sal qarsak, o'tkazib qolib qolsak, boshqa o'tkazmasak bo'ladi, lekin ma'nikini o'tkazishga bo'lmaydi. Shuning uchun bu ayolninki oq ko'rinishmi intayin murakkab. Bu nurg'unlagan istixborotga bog'lanishli bir ayol bu. Chaqchaq qilgan bo'lmaydi. Hatto ba'zilarning bu ayol to'g'risida intayin qo'rqinchli ayol hazar aylash tegishlik degan gaplarni men o'qigan. Ilgari buni bunda gap qilishning oq ko'rishmani haqiqatan bilmayman. Yoki buning Xitoy bilan bo'lgan munosabati bormi, yoki boshqa bir shaklda bu ishlar digizildimi, uni men bilmayman. Chunki uni men bilish imkoniyatim yo'q. Ammo mening biladiganim faqat bizning qila oladiganimiz mana mush xildagi qutrat qurg'uchi kishilarningki qutratqu xarakterlik mana shunday o'ydirmalari va zarxanda hujumlarga har vaqt sagak cho'msa qilmaydi. Bu jihat elbetqa vaqtida men bu qitim bizningki hukumatimizning bu vaqtda bergan bayonoti raddisimi bor, ammo kelgusida biz bu xildagi bayonotlar va bu xildagi bizni burmlashlarga har vaqt diqqat qilamiz va ko'rurmanlarningkimi yoki bizning taqdirimizga ko'ngil bo'ladigan qancha Uyg'urlar bo'lsa, ularning bu xil ishlarga hargiz sal qaramasligini va o'zining qo'lidan kelgan shaklda hech qilolmasanglarmi bizning hukumatimiz bergan bahoni shu raddiyani yaxshi ko'rgan shaklda besib qo'ysanglarmi uningga qarshi turgan bo'lasizlar. Har bir besish har bir qarshilikni bildirdi. Har bir qarshilik sizlarning o'lib ketmaganliginglarni ro'yinglarningki vayron bo'lmaganligini isbotlaydi. Garchi bizni u qadar qo'llamasanglarmi, bizga qarshi turayotgan odamlarga berilayotgan bahosimizni qo'llasanglar, bizni qo'llab ketgan bo'lmaysizlar. Ammo bizga o'rtaq bo'lgan ash maydonni qo'llagan bo'lasizlar. Ma maydonda biz o'rtaq bilib qo'yinglar. Qadrli Uyg'urlarim, ma maydonda biz o'rtaq. Buningga bir kichikgina bir nimani loyiqni bermasanglar, men sizlarning ro'yinglarningki tirik emasligini bilamayman. Bizning ishimiz emas bu. Hukumatimizning ishi emas bu. Bütün Uyg'urlar qarlanayotgan bir ish. Bütün Uyg'urlar qirg'in qilayotgan bir ishni burmalayotgan bir ish. Buningga sukut qilsanglar, buningdan keyin har qanday narsa sukut qila olasizlar. Bu bir xil axloqsizlikning buyuk bir jasorati bo'ladi. Uning boshqa. Rahmat. Amaliyotda bu ayol bütün Amerikada bo'layotgan qalamqonchilikning oxiri Xitoy va degan bir gapni qilib yetib turib, nəhayət ustalık bilan men bu yığılış lagerlariga qarshiman, qo'llamayman, lekin Xitoymi buni oshqin islomning oldini olish uchun qilgan degan bir ig'iz gapi bilan buni qarini bizga chapildi. Dal shundaq inchika sezgir yerini hukumatimiz bilib, Salih Xudoyer tez surat bilan bizning hukumatimiz nomidan X'da va boshqa to'batlarda inkos qaytardi. Agar bizmi uxlab o'ltirgan bo'lsak, bu gaplarga nisbatan voy yaxshi to'g'ri gapibdi-ku, nimaga deb o'ltirgan bo'lsak, demak biz hammamiz go'shkallig'lar, hech qanday o'zimizning taqdirini bilmaydigan odam bo'lamiz. Bu chet elliklar bizni ko'rganiga bular mushnaqa loyiq insonlar ekan. Men bir gapni aytib qo'yay. Bir gapni aytib qo'yay. Endi bu ayol kabila hozir Amerikada bir iqlim ko'tarilyotadi. Hozir Amerika birinchilik, America First degan bir iqlim ko'tarilyotadi. Hozir bu Yahudlarga qarshi, musulmonlarga qarshi. Ko'p qismi Yahudlar qarshi. Ya'ni bularning nazarida, ya'ni bu qitimliq shu Iran bilan Isroil 30 urushdimi, bularningki maydoni nima deganda Trump hargizmi Isroilning urushiga kirib, Amerika askarlarini o'ldirmaslik, urushda o'lish yo'l ichmaslik kerak deb Trumpga ig'ir besim tushiradi bu. Bu qitimqi urushda bularningki davom kunsir kuchayotgan ovozi muhim salmoqni egallaydi. Ilgari, masalan, Iroq urushi olib qolsa, u vaqtda Amerikaliklar asosan ya karomaga ya qo'llagan buni. Yoki texnidan qirib vayron qildigan. Garchi yolg'on bir yolg'onchilikning ustiga qurilgan bir urush bo'lsa-mi, ya'ni u yerda qat vayron qilg'ich qurollar mavjud degan yolg'on gap bo'lgan bo'lsa-mi, xuddi hozir bo'layotgan gaplarga o'xshash. U vaqtda Amerikaliklar asosan Isroilni 100% qo'llaydi, desak bo'ladi. Hozir ahvol o'zgardi.
Bo'lapmı Covid'dan keyin va X'dan keyin Elon Musk'ning qo'liga o'tishi va X'da nurg'unlagan fikrlarninki burunqi X'ga yoki Twitterga qaraganda erkinlik qo'yib berilishi bilan nurg'un sirlar o'ttirg'i chiqib, cho'ng bir tarixiy bir burilish bosqichimi, uyg'unish bosqichimi barliq kelyapti Amerikada. Bular tükki nazarini Amerika İsrail lobbichilari va İsrail bankçılarınki kontrolü qilib ketyapti deydigan bir xil qarshi va bularninki. Shuning uchun İsrailninki barliq ta'sirini Amerikadan chiqarib chiqarish kerak. Amerika o'ziga egemenlik bo'lgan bir mustaqil davlatlikni asli keltirish kerak deydi. Hattoki bular shu yerga borganki, Amerika besilingan davlat deyildi. Mush oq ko'rinishda bular Yahudlar qarshi turibdi. Shuning bilan bir vaqtda musulmonlarga qarshi turibdi. Musulmonlarga qarshi turish boshladi. Laura Lomerninki o'ynayotgan o'yinida o'zi Yahudi bo'lsa-mu, musulmonlarga qarshi turayotgan ma'nosini o'tni yelpiyotdi. Uni tushunyapman. Xuddi siz degandek. Ammo bu yerda Uyg'urlarninki Xitoylar tomonidan irqiy qirg'inchilikda yo'qotilishini bir tayoqda haydab Xitoyni oqlashning o'zini herkes geçiyor bulmaydı. O kançık tercih Amerika'nı söylesin, Amerika birincisi o yüzden şey. Benim işim ne diye vakta, benim kırgınçılığım yılgı bu kutunken her kandak bir tarafından burmulanması gerek. Bununla biz yol koymazsak, cenimiz tenimizli olsa bununla avazımızı kötürüp karıştırışımız gerek bununla. Bu vecden bu gitme kılıbatımız biz. Doğru. Ama şununla bir vakitte Amerika'daki ve başka devletlerdeki Uygurlarının mu kültür köpeği İslam'a karşı boğan iqimga diqqat qilishni tavsiya qilaman. Bu kelgusida hali zo'r darajada adaydi. Buni aqibati yaxshi tushmaydi. Endi u diplomatiyada odatda gap qilish, so'z ishlatishni aytib muhim bo'ladi. Salih Xudoyorning deganda oldi bilan bu Xitoyningki ichkilik ish emas. Bu Sharqiy Turkiston deb turib, uningdan keyin endi Xitoyning qilayotgan ishini bu bir besilingan zimindagi xalqni mundaq qilayotgan ish. Bu hargizmi uning nim qilganidan emas, faqat ziminning egisi bo'lganligidan deb yana bizning izchil deb kelayotgan prinsipimizni o'tirib qo'ydi. Ammo siz degandek bizningki o'tirda yurayotgan cho'ng ishlarga fikr yurgizadigan bu da'vochilarimiz bir odamdan bir sado chiqmadi. Lekin ular yana o'zlarini aqlli qilib boshqalarga darajaga yetib yuradi. Hamda yaqinda Kaliforniyada boshlangan va tez suratda butun Amerikaga kengayotgan ISISga qarshi namoyishning orqada Shanxay turishliq bir billioner bor ekan, billioner ekan hamda. Bu milliarddan Uyg'urchada milliarderning qo'li bor degan xabar o'tirib chiqdi. Sizningcha bu namoyishlarni Xitoy kontrol qilyapti? Namoyishni Xitoylar kontrol qilmaydi, ammo Xitoyning kontroli qilma. Ya'ni nimasi bor. Hamda buni bir qadam orqasiga yarayman. Bu namoyishni shakli qarab tushunga bo'lmaydi. Bu namoyishning oq ko'rinishini tushunmak lozim. Oldidan davlat degan hukmga kelayman. Davlat degan hukmda biz bir belgilangan bir territoriya bo'ladi. Bu territoriyaga qarata ma'lum bir davlat bir huquq markazi onun nisbatan qonuniy jihatda egemenlik qiladi. Andan bu yerda saylanma hukumatlar qilib bu davlatninki o'sha qonuniy haq-huquqlari ijro qilindi. Bu davlatninki ta'biri. Sharqiy Turkiston davlatining ta'biri mana shunga tushdi. Bizningki butkul Sharqiy Turkiston bizning davlatimiz deymiz-ku. Shu territoriyani, shu hozirgi territoriya bizning davlatimiz deymiz. Shunga o'xshash. Bu hukm bu necha yüz yillik bir Vestfaliya ehtinomi istaydigan shu necha yüz 4-5 yil burungi g'arb milliy davlatchiligining barliq kelishiga nima qilgan ehtinomninki asosiy nimasi shu. Davlatlar territoriya orqali toniladi. Qo'shni bo'ladi va bir-biridan diplomatik aloqa qiladi. Hamda agar bu territoriyani boshqarishda biz territoriyaninki kimning kirdiganligidan tortib, kimning nega chiqadiganligicha hammasini shu hukumat kontrol qildi. Yoki davlat kontrol qildi oldi bilan uni hukumat ijro qiladi. Hamda Amerikaninki bu zemini, hozirgi zemini Bidenning davrida, ilgari shunday bo'lgan, lekin Bidenning davrida sizlarninki janubdagi chegaranglar, ya'ni Meksika bilan bo'lgan chegaranglar asosan ochiq bo'ldi. Shuning bilan 22 million kam deganda 22 million atalmış qanunsuz ko'chmanlar Amerikaga eqib kirdi. Bu ko'chmanlar dunyoning hamma yeridan, jumladan Xitoydan kelganlar bor. Necha ming Xitoylik xuddi harbiylarga o'xshash kelganlar bor buning ichida.
Demek Amerika tunji qitim o'zininki davlatlik egemenligini va zimin bir butunligini qo'g'dashda ojizlik qildi. Biden hukumati qasddan chegirni ichib nima uchun shunday qilmoqchi? Chunki bular Amerika jamiyatida g'oyat zo'r bir qalamqonchilik chiqarmoqchi. Amerika jamiyatida qalamqonchilik sim bo'ladi. Bu vaqtda Amerikaninki cho'kish tizilishidi. Amerika cho'kishning bo'ladi degan vaqtda ya Xitoy ko'tariladi, ya yana bir xil qo'rqinchli bir dunyoviy hokimiyat bosh ko'tardi degan gap. Maqsad bu-da. Buningga Amerikaning keligi barliq federal hukumatlarning hammasi qarab turdi, hech chiqmadi. Medialari shatoga o'xshash nimada sayradi. Hech kim qilolmadi. Bir madam to'sanmadi. Bular hammayak taqilib ketdi. Shundami endi sizlarda yana bir hukm bor. Sanctuary cities degan hukm bor. Ya'ni muqaddas shaharlar degan hukm bor. Bu degan nim degan gap degan vaqtda ma'lum bir qonunsiz ko'chman shu mesela Los Angeles shunday bir shaharni bizsa shuningga borsa bu yerda uningga federal federalninki ko'chmanlik va chegara boshqarish xodimlarininki shu qonunsizlarni bartaraf qilishiga ular qarshi turdi. Ya'ni shu shaharlar va shu shtat federal hukumatninki qonunsiz ko'chmanlarni bartaraf qilish, ya'ni ularni tekshirishi, tutishi va chegaradan qo'g'lab chiqarishiga qarshilik ko'rsatiladi degan gap. Masxirlik nima degan vaqtda chegaradan qonunsiz kirganlar ma'lum bir shaharning chegarasining ichida qo'g'diladi degan gap. Bu o'zining qachtiga o'zi urush deganni bildirdi. Ya'ni shtatlar federal hukumatga qarshi turdi deganni bildirdi. Shuni butun balo bu yerda bo'layotgan gap. Buni tushunmay turib bu namoyishni tushunga olmaydi. Shuning bilan Amerikaning ICE degan tashkilot var. Ya'ni ICE deganimiz Immigration and the Customs Enforcement deganni bildirdi. Ya'ni bu deganimiz ko'chmanlik va chegarani boshqarish yoki uningki nimasini ijro qilish bu federalninki bir idorasi bu. Buning odamlariga bu qarshi namoyish bo'lyapti. Buning hattoki Kaliforniya shtat boshlig'imi u masalani bartaraf qilishga emas, masalani o'ziga aylanayotdi. Los Angelesninki Karen Bass degan xotinmi buni Trumpni ayblayotdi. Endi hozir qanday nurg'un ishlar qilinan ustidagi ishlarda agar Trump qattiq nim qo'llansa, Trumpni texidimi mustabid, texidimi vashi deb qaraydi. Ammo dunyodagi mustabidlar bilan bularning ishi yo'q. Xi Jinping bilan ishi yo'q, yana boshqa bilan ularning dadi Trumpda. Bularning aqshda nurg'unlagan qara kuchlar bor. Trumpga qarshi bo'lgan, hatto Amerikaninki vayron bo'lishi va hattoki Amerikadagi ichki to'qinishlar Amerikadagi ichki urush boshlanmasdanki xavf bo'lishi mumkin. Ichki urush qanday bo'ladi? Ichki urushningki bir necha qadam bosqichlar bor. Birsi xalq partiyalar bo'yicha yoki ideologiyadagi qarama-qarshiliklar bo'yicha ikkiga ayriladi. Yoki bir nechaga cho'ng'at ikkiga ayriladi. Andikin partiyalar va yerlik hukumat o'rinlari saqchilar ayriladi. Ikkinchi ochqishlik bosqichda harbiymi ikkiga ayrildi. Harbiy bir-birisi qarma ikki guruhga aylangan vaqtida bu chaqda ichki urushningki butkul tayyorlik qilib tutgan bo'lib ichki urush portlaydi. Cho'ng jihatni deb aytgan. Ba'zi chaqda buni ba'zi qatlamlari tizishib ketib portlaydi. Demak, Amerikadagi hozirgi ahvol agar mushin namoyishlar bu 22 million. Buningda Latin Amerikadagi eng qo'rqinchli jinoyatchi, masalan, Venezuelaninki turmasi bosh qolgan gap. Venezuela qotillar, o'g'rilar, zalachgan misolga hammasi Amerika qo'yib berilgan gap. Buningda nurg'ulg'an xalqaroliq hukumatsiz tashkilotlarning yordami bor bu odamlarningki Amerika kirishida. Xitoylarning yordami bor, Xitoylar ayrim qilmoqdi. Hatto cho'ng-cho'ng xalqaro tashkilotlarning bundan qo'li bor. Hatto istixborot organlarining qo'li bor bu ishda. Amerikaning ichiga amalbajik odamni kirgizib, bu odamlarningki nerdan kelganligi emas, bularningki jinoyat tarixining bor yo'qligini bilmayman. Qanchalik biladi Amerika buni? 22 million odam bu. Andan buni kelgan vaqtida yo'shirin yordam berilganlar bular. Hukumatdan yordam bergan bular. Kaliforniya hukumatining bularga tarqatgan kartlari, uylari, nurg'un nimalari bor. Amerikaliklar o'zi och qilib, bozordan bizim yemek uysiz, och, yalang'och qilish girdoli kelyapti-ki, bu odamlar yordamga erishyapti. Shuning bilan savol chiqadi. Buni Amerikada kim kontrol qilyapti degan savol chiqadi bu yerda. Endi Trump buni qilaman deb qarish azroq bir harakat. Bu harakat Trumpni bir cho'ng qilayotgan ish emas.
Obama mı qilgan bu ishni? Faqat Biden hech qilmagan. Obama mı ko'p yillarda 100 mingdek odamni qaytgan deb qaraladi ikkinchi davrda. Cho'ng bir ish emas. Dedim go, bir davlatninki ta'birida davlatninki zimin butunligini qo'g'dash degan bir davlatga eng tutki vazifasidan birisi. Aqalli vazifasidan birisi. Trump shuni qilyotdi. Faqat shuni qilyotdi. Endi teg'idimi tövüne tushsak, cho'nqir jihat elib etgan vaqtida bu milliy davlatchilik an'anasiga qilinayotgan eng cho'ng, ehtimol eng oxir xirislarning birisi. Ya'ni davlat chegarasi bo'ladi ya. Bu chegara buzilyotdi. Davlat huquqi yo'qolyotdi. Davlat huquqi yo'qolgan vaqtida bu dunyoni kim kontrol qildiğı vaqtda cho'ng korporatsiyaning kontroliga yo'l hozirlanayotdi. Dunyoviy hokimiyatning shakllanishiga yo'l hozirlanayotdi. Agar Amerikaning chegarasi, bu Amerika emas, Kanadaga o'xshash, Yevropaga o'xshash, boshqa davlatlarga o'xshash. O'xshash shaklda yuz beradi bu ishlar. Bir narsa o'xshash shaklda yuz bersa, medialar o'xshash shaklda shatutdak sayrisa, siyosatlar o'xshash terminlarni ishlatsa, sizlar dir-dir titrsanlar bo'ladi. Bu o'xshashlikning oqisida qo'rqinchli intan rezil bir plan bor bo'lgan bo'ladi. Tasodiflik olmaydi. Bu shunda sahnaga chiqarilib, shunda harakatlantirildi, shunda so'zildi. Tabiiy emas. Tabiiy bo'lmaydi. Endi bular axloq chumpardisiga o'rni bilib, Trumpni no kings edigu, ya'ni manda tarjima qilsak, buni podsholar emas. Ya'ni Trumpni mustabid podshohligini tiklaydi deb qarlayotdi. Hech kim bu qonunsiz ko'chmanlarninki Amerikaninki ijtimoiy xavfsizlik keltirayotgan tahdidlar haqida so'zlamaydi. Hech kim so'zlamaydi. Buni işte Xitoy bor. Kunlarni bir kuni kelsa, hozir Amerika cho'ng qo'rqinishni istamasa, agar Xitoyninki mushakkilayotgan farqlanuvchi dronlar bo'lsa, Xitoy olgan yerlidagi, bularmi Xitoyning Amerikaning ichidagi Amerikaning harbiy bazasining atrofida olgan nurg'unlagan cheksiz ketgan dehqonchilik maydonlarining ichida Xitoylik maxfiy o'rlashtirgan dronlar bo'lsa, xuddi Isroiliya Tehronning atrofida dron o'rlashtirgandek. U chaqda bir kunlari bu dronlar Amerikaning ichida turib Amerikaning asarlariga hujum qilsa, biz qanday qilamiz degan qo'rqinchlardir. Uning ustiga buning ichi chirib ketgan Xitoyning ko'pinchisi xuddi harbiylarga o'xshaydi. Biz oxir bir gap qilib bu jihatda Uyg'urlar G'arbninki nim bo'layotganligini tushunishda hech qiynalmasligimiz kerak. Chunki bizning beshimizga kelgan kunlar ayni shaklda Amerika takrorlanadi. 5-iyun qirg'inchiligini eslanglar. Shu vaqtda asli biz Shoganda bo'lgan shu Xitoyninki bizning Uyg'urlarimizga qaratgan zo'ravonlikqa qarshi namoyish qildik-ku. Shu namoyishning ichida Xitoy o'zininki netijal tarbiyalagan istixborotning odamlarini kirgizib o'tdi. Buzib chaqdi. Shuning bilan oxirgi gunoh kimga otildi? Bizga otildi. Xalqarodami u gunoh bizga otildi. Yil ham ba'zi yerda bizga yil ham ortiqlik bu gunoh. Bu shunday o'xshash o'yan bo'lmi? Nima qilmoqchi degan vaqtda Xitoyninki bizni vayron qilishiga nisbatan bir dastak bo'ldi. Hammani qo'yib berdi. Xitoy shu vaqtda u namoyishni to'xtatmadi. Amal bor, g'oyat zo'r bir ijtimoiy qalam-qacha chiqarib, hammani suratga ilib olib, ondan keyin maxfiy holda kechisi shu namoyish qatnashganlarning hammasini qirdi. Amerika bo'layotgan ishlarni shu. Yana o'ylaylar. Sharq Turkistonning ichiga Xitoyninki millionlagan odamlari yil siri kirdi. Masalan, men Urumchidagi poyezd stansiyasiga borsam ko'zimga yosh olatdim. Nemishqa? Minglagan xitoylik kun siri kiradi. Biz shu chaqda yuragimiz qon bo'lgan. 80-yilning o'ttirisi yuz bergan o'quvchilar harakati Xitoy ko'chmanlariga chek qo'yish to'g'risida eng tunji va ehtimol eng oxirgi cho'ng bir namoyish shu gapni degan. Ya'ni biz Sharq Turkistonni davlat deb tonigan. Davlat deb tonigandan keyin bu davlatga kimning kirishini biz belgilaymiz, sen belgilamaysan degan to'q. Garchi u chaqda o'quvchilar milliy avtonomiya qonunini chiqib degan bo'lsa-mu, hozir ahvol shunday. Biz qanday yig'ilgan bo'lsak, Amerikada shunday yig'ilish kerak. Chegara ichitildi degan gap, sen besilindan sen asalliq aylansa degan gap. Sen asalliq aylansang bo'ldi, sen yo'qtilsa degan gapni bildirdi. Buningga nisbatan Uyg'urlarningki tragediyalik bir kechirmishi bor. Bu kechirmish qarab turib, dunyo nazar silinglar. Bizdanmi o'ta bu ishni tushundiq odam bo'lmasa kerak dunyoda. Amerikaning jamiyat hozir bo'layotgan ishlarini Uyg'urlar eng tushunish kerak. Chunki biz mana shunday bo'layotgan suiqasdlarningki qurbonlari. So'zim tugadi.
Rahmet. Haqiqatan Amerikani Xitoylar ichidan tugatyotidi. Siz degandek agar shu ilib olgan yerlarga nima qilaman desa qiladilar, qila oladi. Buning qarta Amerikada mo fikr o'tirib qo'yilib, ba'zi shtatlarda Xitoylarning yerlarini qaytarib olish boshlandi. Demak, bular o'yg'onyotidi, lekin biz burun deyishganimiz o'xshash, bular sal tasda kerak o'yg'onyotidi va oldiga va keyinga inayotidi degandek. Trump gapni deb binib bordi deganga o'xshash. Demak, bu yo'l uzun o'xshaydi g'arbga nisbatan, ammo vaqt uzun qolmadi. Agar shu to'pini, shu sherik to'pini talish jangi yana 5-6 yil uzarsalar, Xitoyning qo'liga o'tib ketadi hamma narsa. İşlarning unda bo'lib ketmasligini umid qilamiz. Sizning bugun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Endi oxirida bizning deydiganimiz erkin dunyoga chiqish, erkin fikr qilishning kapolati edi asli. Afsus, bizning muhojiratdagi insonlarimiz yanala sehrlangandek Xitoyning ming kontrolligida. Qalbidan Xitoyni cho'ng ko'rishlarini qo'yib turayli, eg'izida Xitoyni tillab tursimi, butun Xitoy deganni qilishlari kulkilik. Masalan, Xitoy degandek to'plar qurildi, sorunlar tuzildi, choylar tugamaydi. Ana til o'rganish niqob bo'ladi, din suy iste'mol qilindi. Kultur madaniyatimiz Xitoy tashviqotiga vosita bo'ladi. Oxirida barlig'imiz bir tahsil lag'manga setildi. Xuddi Amerikada Uyg'ur lag'manxonasi ko'klab ketgandek. Natijasi haqiqiy mustaqillik sepimiz xo'raydi, ammo da'vo tilamchilari tugamay yetishib turdi. Bu ko'z oldimizdagi reallik. Bu reallikni tushunaman, zodi ko'zimni bir ochaman desangiz, hukumatimizning turbetiga bir agishingda fikr qilib ko'ring. Kapolat berimizki, hargiz ziyon qo'ltirmaysiz. Bunda deyishimiz boy sizmi dedingiz, halqalik masalalarga hukumatimiz nihoyat sezgirlik bilan vaqtida javob berib kelyotdi. Bo'libmi bizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor hech qanday vaqt o'tkazib o'tmaydi, shu udul keltirib qildi. Biz bu Uyg'urlarni jiq novchilarini ko'rimiz, to'g'ri jiq so'zlaydiganini bilamiz. Ammo bizning haqiqiy manfaatimizga udul kelganda hech birini topolmaymiz. Hech yerdan hech qanday sado chiqmaydi. Undaq ekan, agar haqiqatni bilaman desanglar, qani bizning to'rimizga agishib boqinglar, fikr berib boqinglar. Biz qaytaraylik, javob qaytaraylik. Tan o'rganaylik. Boshqani deyishning hech qanday nimasi yo'qki, boya Lora degan ayolning gapini qildik. Shunda xatarlik gap qilsimi, hech qanday sadoni ko'rmadik, faqat hukumatimizga qildik. Endi kam deganda kichikgina aql bersin Xudoyim bizga, ishlarimiz bu holatda ma'lumsin. Bugun biz sizning ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Bizning yana oldimizda qildigan suhbatimiz ko'p asli ma'lumotlar bizningki aqtash kitobimiz va lager to'g'risida suhbatimizda oxirlashmadi. Shunga o'xshash vaziyatda yangi o'zgarishlar bo'lib turdi. Sizni yana avval qilamiz. Shunaqa bugungi ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Programmamiz mushatigida Alloh qilsin. Xayr.